hayot jangiga kirishishlari uchun har biriga o'zi tarafidan xos qilich beradi. U kiyik, quyon va shu kabi ba'zi hayvonlarga tez yugurish quvvatini berib saqlaydi. Mol kabi ba'zi hayvonlarga yomonlik maqsadida yaqinlashgan boshqa jonzotlarni qornini yorib tashlaydigan shoxlarni berib himoyalaydi. Ba'zilarni katta jussa bilan siylab, dushmanlaridan bahaybat gavdasi bilan himoya qiladigan qilib qo'yadi. Ba'zi baliqlarga elektr tokini ato qildi. Ba'zi baliqlar tegingan dushmanlarni chaqmoq kabi uradi. Ilon va chayon kabi jonzotlar jismiga zaharni joyladi. Ular shu zahar bilan himoyalanadilar. Ba'zilariga uchishni o'rgatdi. Qaysi birigadir ayyorlikni, yana boshqasiga tirmashib chiqishni bildirdi. Ularni mana shu xususiyatlari bilan saqlaydi. Biz hozir Alloh maxluqotni qanday saqlashidan misollar keltirdik. Hali u zotning saqlashini bilmaganlarimiz qancha. Albatta bilmaganlarimiz ko'proq va kattaroqdir.